Avvalo videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang va qo'ng'iroqchani yoqing. Chunki Avtomashina Channel sizga eng so'nggi avtomobil yangiliklari, real sharhlar va halol tahlillarni muntazam taqdim etadi. Bugungi videoda ko'pchilik kutgan, bozorda katta qiziqish uyg'otayotgan Chevrolet Cobalt 2026 modeli haqida batafsil gaplashamiz. Bu avtomobil ayniqsa O'zbekiston va Markaziy Osiyo haydovchilari uchun hamyonbopligi, ishonchliligi va yangilangan dizayni bilan ajralib turadi. Yangi Cobalt tashqi ko'rinishda yanada zamonaviy bo'lib, old panjarasi kengroq, LED kunduzgi chiroqlari esa aniq va jozibali ko'rinish beradi. Kuzov chiziqlari silliqroq ishlangan, aerodinamika yaxshilangan va ranglar tanlovi ham kengaytirilgan. Ichki salonida esa sifat sezilarli oshgan, plastik materiallar yumshoqroq, yigilish sifati mustahkamroq bo'lib, umumiy muhit yanada qulay tus olgan. Chevrolet Cobalt 2026 markaziy konsolda yangi multimedia tizimi bilan keladi. U katta sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi, tezkor javob va aniq grafika bilan ajralib turadi. Rul boshqaruvi ko'p funksiyali bo'lib, haydovchi uchun qulaylik yaratadi. O'rindiqlar esa uzoq masofalarda ham charchatmaydigan ergonomik shaklda ishlab chiqilgan. Orqa o'rindiqda oyoq uchun joy yetarli, bagaj hajmi esa kundalik foydalanish va oilaviy safarlar uchun juda mos. Dvigatel qismida Cobalt 2026 yangilangan 1.5 litrli benzin dvigateli bilan taklif etiladi. U yoqilg'i tejamkorligi va barqaror ishlashi bilan mashhur. Quvvat yetarli darajada shahar va trassa sharoitida ishonchli harakatni ta'minlaydi. Uzatmalar qutisi sifatida mexanik va avtomatik variantlar mavjud bo'lib, ikkisi ham silliq almashinish va xizmat ko'rsatishda arzonligi bilan foydalanuvchilarga qulaylik beradi. Xavfsizlik masalasida ham Chevrolet muhim qadam tashlagan, chunki yangi modelda ABS, EPT 2 va ayrim komplektatsiyalarda tort havo yostig'i, orqa kamera va parkovka sensorlari mavjud. Shuningdek, shassi va osma. Chunki yangi modelda ABS, EPT 2 va ayrim komplektatsiyalarda tort havo yostig'i, orqa kamera va parkovka sensorlari mavjud. Shuningdek, shassi va osma tizimi mahalliy yo'llarga moslab sozlangan bo'lib, notekis yo'llarda ham barqarorlikni saqlaydi. Yoqilg'i sarfi ham ko'plab haydovchilarni xursand qiladi, chunki u kundalik foydalanishda budjetga katta yuk bo'lmaydi. Shu sababli Cobalt 2026 taksi xizmatlari, oilalar va shaxsiy foydalanish uchun juda maqbul tanlov bo'lib qolmoqda. Narx siyosati ham ushbu modelning asosiy ustunliklaridan biri hisoblanadi, chunki Chevrolet raqobatchilariga nisbatan yaxshi jihozlanish va maqbul narx muvozanatini saqlab qolgan. Xizmat ko'rsatish tarmog'ining kengligi, ehtiyot qismlarining oson topilishi va arzonligi esa uzoq muddatli egalikni yanada jozibali qiladi. Umuman olganda, Chevrolet Cobalt 2026 dizayn, texnologiya va amaliyot uyg'unligini izlayotganlar uchun juda yaxshi yechim hisoblanadi. Agar siz ishonchli, tejamkor va zamonaviy sedan qidirayotgan bo'lsangiz, ushbu model albatta e'tiboringizga loyiq. Videoni oxirigacha tomosha qiling, fikringizni izohlarda yozib qoldiring va yana bir bor Avtomashina Channelga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yanada qiziqarli avtomobil sharhlari kutmoqda.